Instagramda tadbirkorlar, hatto ba'zi blogerlar ham brendimni patentladim deyishyapti. Lekin ularni patent agentliklari aldagan va brendlarini patentlab bermagan. Ushbu videoda nega aynan bunday deyotganimni va patent agentliklariga aldanib qolmaslik uchun 3 ta muhim jihatni aytib o'taman. Brendga egalik qilish uchun brendni nomini patentlash kerak. Logotip yoki qadoq dizayniga patent olish brendga egalik huquqini bermaydi. Shu sababdan birinchi aniqlashtirishimiz kerak bo'lgan narsa patent agentliklari brendingiz nomini patentlab berishadimi yoki logotipini. Tajribamizda juda ko'p kuzatyapmiz. Brendga patent olib berdik deb logotipga patent olib berishyapti. Bunday qilishlarining sababi patentdan o'tmaydigan nomlarni logotipini patentlab olsa bo'ladi. Bu holatda brendingiz nomini istalgan odam boshqacha logotip qilib bemalol ishlata oladi. Siz esa hech qanday qonuniy chora ko'ra olmaysiz. Masalan, Gumma xonim ham logotipiga patent olgan. Lekin ko'ryapmizki, ko'plab Gumma xonim degan kafelar ochilib boryapti. Keling endi buni qanday qilib tekshirishni ko'rib chiqamiz. Bular biz patentlab bergan Cafelito va Parking Mall brendlarini guvohnomalari. Cafelito brendini to'liq patentlaganmiz, ya'ni nom ham, logotip ham patentlangan. Parking Mall esa faqatgina logotipiga patent olgan. Sababi Parking Mall so'zini patentlab bo'lmaydi. Parking Mall guvohnomasining ilovasida muhofaza qilinmaydigan element deb Parking Mall yozuvi yozilgan. Bu esa brend nomi patentlanmaganligini bildiradi. Cafelitoda esa hech qanday yozuv yo'q. Bu brend nomi patentlanganligini bildiradi. Guvohnomangiz oldingizda bo'lmasa, Intellektual mulk agentligining saytiga kirib ham buni tekshirishingiz mumkin. Keling, sayt orqali qanday qilib tekshirishni real keyslarda ko'rib chiqamiz. Birinchi tekshiradigan nomimiz Murad Buildings kompaniyasiga tegishli dargoh nomi. Saytga kirib olamiz va ma'lumotlar bazasi bo'limiga bosamiz va filtr tugmasini bu yerdan bosamiz va filtr qo'shish tugmasini bosganda bizga mana shunday maydon kelib chiqadi. Birinchi maydonga transliteratsiyani belgilaymiz, ikkinchi maydonga esa uchinchisini belgilaymiz va uchinchi maydonga esa biz qidirayotgan nomimizni yozamiz. Masalan, dargoh. Mana dargoh nomi bilan juda ko'plab savdo belgilari patentga topshirilgan. Ulardan mana shu qismi Murad Buildings kompaniyasiga tegishli va bularni patentlay olishmagan. Faqatgina logotipga patent olishgan. Buni qanday bilamiz? Mana oxirga tushgan paytimizda tovar belgisining muhofaza qilinmaydigan elementi deb yozilgan joyda dargoh so'zi 30-sinf uchun deb yozilgan. Bu degani 37-klass, ya'ni qurilish yo'nalishida dargoh nomi patentlanmagan degani. Sababi dargoh nomi uy, hovli degan ma'noni bildiradi va bunday turdagi nomlarni, ya'ni faoliyat turini bildiruvchi nomlarni patentlab bo'lmaydi. Ikkinchi tekshiradigan brendimiz Otabekaga tegishli iWash brendi. iWash brendi ham faoliyat turini bildirganligi sababli bu nomni patentlab bo'lmaydi. Keling, mana bu yerga yozib o'shani ko'ramiz. Mana bizga 3 ta brendni ko'rsatyapti va mana bunisi Otabekaga tegishli. Bu nomda ham tovar belgisining muhofaza qilinmaydigan elementi deb cleaning system va iWash so'zlari yozilgan. Bu degani cleaning system va iWash so'zlariga patent olinmagan degani. Siz ham brendingizni tekshirayotgan paytingizda mana shu qismda brendingiz nomi yozilgan bo'lsa, demak, siz ham brendingizning nomiga emas, logotipingizga patent olgansiz. Bu esa brendingizga to'laqonli egalik qilish uchun imkoniyatni bermaydi. Patentlab bo'lmaydigan nomlar va brendingiz nomini patent bazadan tekshirish bo'yicha alohida video darslik tayyorlaganmiz, ko'rishni tavsiya qilamiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, guvohnoma bor degani bu brendga egalik qilyapti degani emas. Ikkinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati 100% patent olib beraman, brendingiz nomi aniq patentdan o'tadi degan agentlikka hech qachon ishonmang. Chunki patent agentliklarining vazifasi arizani to'g'ri topshirib berish. Ularda patent berishga vakolat yo'q. Jarayon qanday bo'ladi? Keling ko'rib chiqamiz. Tadbirkor patent agentligiga murojaat qiladi. Patent agentligi esa tadbirkordan patentga topshirish uchun ma'lumotlarni oladi. Patent agentligi esa bu ma'lumotlarni Adliya vazirligiga tegishli Intellektual mulk agentligiga topshiradi. Patentga topshirishdan oldin patentlash tarifidan biri tanlanadi. 2 xil tarif bor. Birinchisi 7 oyda muddat chiqadigan, ikkinchisi esa 1 oyda muddat chiqadigan. Deylik, 1 oylik tarif tanlandi va Adliya vazirligi sizning arizangizni ko'rib chiqib, bunga 1 oy ichida xulosa berdi. Adliya vazirligining xulosasi ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Natija ijobiy bo'lsa, yakuniy davlat boji to'lanadi va guvohnoma olinadi. Yakuniy xulosa salbiy bo'lsa, so'rovnoma keladi. Bu so'rovnomaga ba'zi holatlarda javob berish mumkin va ba'zi holatlarda javob bera olmaslik mumkin.
Agar so'rovnomaga javob berilmasa, ariza bekor bo'ladi va barcha to'langan pullar havoga uchadi. Tadbirkor patent agentligini yordamisiz ham Adliya vazirligiga patentga topshirsa bo'ladi. Buning uchun Adliya vazirligini saytiga kirish kerak bo'ladi va arizani to'ldirish kerak bo'ladi. Bunday holatda patent agentligi uchun to'lanadigan pul tadbirkor yonida qoladi va faqatgina davlat bojini to'laydi. Lekin ariza noto'g'ri to'ldirilgani yoki o'xshash brend bundan oldin patentlanganligi sababli rad javobi kelsa, ya'ni so'rovnoma kelsa, unga javob bera olmaydi. So'rovnoma bu Intellektual mulk agentligining ekspertizasi tomonidan brend nomiga nisbatan bildirgan e'tirozidir. Odatda so'rovnoma arizada xatolik bo'lsa, to'liq to'ldirilmagan bo'lsa yoki siznikiga o'xshash brendlar bo'lsa keladi. Bunday holatlarda asosli javob yozilsa, brendingizni patentlab olish mumkin. Hamma agentliklar ham so'rovnomaga javob yoza olmaydi. Buning oqibatida esa brendingizni patentlay olmay qolasiz. Tascooking brendi ham boshqa agentlik orqali patentga topshirgan va so'rovnoma kelgan. Topshirgan agentliklari so'rovnomaga javob yoza olishmagan va bizga murojaat qilishdi. Biz so'rovnomaga javob yozib berdik va shundan so'ng patent ola olishdi. Sizda ham shu kabi muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. So'rovnomani ko'rib chiqamiz va ijobiy javob olish imkoniyati bo'lsa, sizga yordam berishdan mamnun bo'lamiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, patentlash markazlari yoki patent agentliklari davlatga tegishli tashkilot emas. Ularda biror bir nomni patentlashga vakolat yo'q. Ular shunchaki sizni nomingizni patentga topshirib berishadi xolos. Shu sababdan 100% patentdan o'tadi degan takliflarga ishonmang. Biznesingiz bor, lekin unga mos nom topa olmayapsizmi? Bu shunchaki to'satdan keladigan ilhom yoki kimnidir maslahati bilan bo'ladigan ish emas. Biznes uchun nom topish yuridik ekspertiza va ijodkorlik talab qiladi. Assalomu alaykum, men Behzod Esonov, Mountain Branding agentligi rahbariman. Biz brendini nomi patentdan o'tmay qolgan, raqobatchilardan ajralib turmoqchi bo'lgan va biznesini keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lgan ko'plab tadbirkorlarga yordam berdik. Biznes uchun patentdan o'tadigan nom topish tasodifan amalga oshmaydi. Nom topish jarayonida qanday nomlar patentdan o'tish yoki o'tmasligini bilish kerak. Topilgan nomlarni patent bazalaridan bo'sh yoki yo'qligini tekshirish kerak. Undan tashqari tanlangan nom brend pozitsiyasiga, auditoriyaga va korxonaning sohasiga mos bo'lishi kerak. Natijada faqatgina chiroyli emas, ishlaydigan nomga ega bo'lasiz. Uni tasodifan tanlamang. Chunki keyinchalik millionlab pulingizni yo'qotasiz. Yangi biznes boshlayotgan bo'lsangiz yoki mavjud biznesingizni keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, biznesingiz uchun nom topishni oxirgi o'ringa qoldirmang. Pastdagi havola orqali bepul konsultatsiyamizga yoziling. Biz sizga qisqa, jarangli va eng muhimi patentdan o'tadigan nom topishda yordam beramiz. Patentga topshirayotganda 3-e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihati, patent agentliklari brendingiz nomini chuqurlashtirilgan tekshiruv qilishadimi va uni kim qiladi? Kuzatuvlarimizga ko'ra, patentga topshirib, patent ola olmaganlardagi katta muammo bu patentga topshirishdan oldin bu nom patentdan o'tish yoki o'tmasligini tekshirmaganliklari bo'ladi. Ba'zi agentliklar tekshirib berdik deyshadi, lekin uni sotuv menejerlari shunchaki patent bazadan ko'rib bergan bo'ladi. Keyinchalik kuyib qolmasligi uchun bu tekshiruvni sotuv menejerlari emas, rasmiy patent vakillari qilgani afzal. Chunki brendingiz nomi bazada bo'sh yoki yo'qligini o'zingiz ham ko'ra olasiz. Rasmiy patent vakillari esa qonunchilikni bilishadi, nomni faqat o'zini emas, o'xshashlarini ham tekshirishadi. O'zbekiston bazasidan tashqari butun jahon intellektual mulk tashkiloti bazasidan ham tekshirishadi. Masalan, Uspro Metal brendi. Biz bu brendni patentdan o'tish yoki o'tmasligini tekshirgandik va mijozga buni o'tmasligi haqida ma'lumot bergandik. Ular bizga ishonmay patentga topshirib yuborishdi. Oxir oqibatda esa pullari va vaqtlari kuydi. Xulosa qiladigan bo'lsak, chumchuq so'ysa ham chumchuq so'yadigan qassob so'ysin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tadbirkor tanishlaringizga yuboring. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.